Bismillahirrahmanirrahim. Hazır okumakçı boğunumuz Ummanlıq doktor Muhammed Süleyman Abdullah Al-Ashqar'nın El-Vadihu fi Usulul Fiqhil Mubtadi'in degan kitabı. Bu kitap mazmuni nihayet düşünüşlük, addi, yaxşı tushuntirilgan kitap bo'lib, boshlang'ich saviyadagi, ya'ni usulul fiqh ilmiga nisbatan boshlang'ich saviyadagi o'quvchilarga nihayat mos keladi. Muqaddima qismidan boshlasak, Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddima qismi. At-ta'rifu bi ilmi usulul fiqh. Usul fiqh ilmining tunishtirilishi. Usul fiqh ilm degan nima deganda, ilmu usulul fiqh huwa majmu'atul qawa'idil amma allati tustakhdamu fi istinbatil ahkamish shar'iyya al-far'iyya min adillatiha at-tafsiliyya. Wal nadrib li zalika amsilatan. Usul fiqh ilmi deganimiz umumiy qoidalar toplanmasıdır. Bu umumiy qoidalarni biz nimaga ishlatamiz deganda, shar'iy hukmlarni shu shar'iy hukmlarning tafsiliy dalillaridan chiqarishda qo'llanamiz. Shu qoidalarni qo'llanib turib, tafsiliy dalillardan shar'iy hukmlarni chiqarib olamiz. Shu qoidalar to'planmasi usulul fiqh ilmi deb ataladi. Endi shu tafsili dalillardan, yani Qur'on, sünnet ve başka itibar qilinadigan dalillardan chiqarilgan shu hukmlar bo'lsa, fiqhiy hukmlar, fiqh deb ataladi. Buning misollari masalan Alloh taolo shunday deydi: "Va aqimus solata va atuz zakat." Namozni ado qilinglar, zakatni beringlar. Mana bu tafsili dalil. Allohning bu oyati bir tafsili dalil. Yustafadu minhu hukmun shar'iyyun far'i. Buningdan bir far'iy shar'iy hukm chiqadi. U bo'lsa-mu namozni ado qilishning farz ekanligidir va zakatni berishning farz ekanligidir. Alloh taolaning mushu aqimus solata va atuz zakat degan mushu oyati tafsili dalil. Buningdan ilingan namoz farz va zakatni berish farz degan hukm bu bir far'iy shar'iy hukm hisoblanadi. Endi mushu tafsili dalildan Allohning mushu oyatidan namoz farz, zakat farz deganni qandoq olamiz, qandoq chiqarib olamiz shu farz ekanligini degan o'rgatadigan bir qoida bor. Shu qoida usulul fiqh deb ataladi. Inna tariqa istifadil hukmil awwali min ad-dalil at-tafsili hiya hakaza. Tafsili dalildan birinchi hukmni chiqarib olishning yo'li bu mundaq. Aqimus salata degan bu lug'atni biladigan, arab tilini biladigan kishilar biladi. Bu buyruq sig'isidir. Endi usul fiqhdagi qoida nima deganda, al-amru yaqtadil vujub. Buyruq degan, amr sig'isi degan vojiblikni, farzlikni taqozo qiladi. Undaqda iqomatus salati vojibun. Namozni ado qilish, namozni turg'izish farzdir. Tafsili dalillardan far'iy shar'iy hukmlarni elishda ishlatiladigan umumiy qoidalar jo'g'lanmasi usul fiqh dedik. Shu qoidalar jo'g'lanmasidagi qoidadan bir qoida bor. Buyruq, amr vojiblikni taqozo qiladi. Mushu qoida bilan biz aqimus salat degan amr ekan, undaqda namozni ado qilish, namozni turg'izish farz degan mushu hukmni chiqarib oldik. Valil hukmi sani deydi. Bu tafsili dalil, yani bu oyatdagi ikkinchi hukmni mundaq olamiz. Atu zakat degan, zakatni beringlar degan buyruq. Buyruq vojiblikni taqozo qiladi. Undaqda zakatni berish vojibdir, farzdir. Namozni ado qilinglar degan buyruq, zakatni beringlar degan buyruq bu lug'atdan bilinadi. Ya'ni arab tilini biladigan kishi buning buyruq ekanligini biladi. Bu usul fiqh ilmining qatoriga kirmaydi. Bu arab tili lug'atining qatoriga kiradi. Ammo bizningki buyruq vojiblikni, farzlikni taqozo qiladi degan so'zimiz bu bir umumiy qoida. Hukmni tushunish uchun bu umumiy qoida ketadi. Balki tushunish, ya'ni hukmni tushunish mushu qoida ustiga quriladi yoki shuningdan shaxlab chiqadi. Uningdan nurg'unlagan masalalar kelib chiqadi. Mushu al-amru yaqtadil vujub degan bir qoidadan nurg'un masalalar kelib chiqadi. Qanday masalalar kelib chiqadi deganda, ibodat boblari bo'lsin va yoki boshqa muomalat boblari bo'lsin, uningda shar'iy buyruq kelgan, bunda qilinglar degan buyruq kelgan nurg'un masalalar shaxlanib chiqadi.
Shuning uchun al-amru yaqtadil vujub. Buyruq degan vojiblikni taqozo qiladi degan bu qoida usul fiqh ilmining qoidalaridan bir qoida, uning masalalaridan bir masala hisoblanadi. Amma natijatu hazal istidlal. Mushu dalil keltirishning natijasi, mushunda dalil keltirishdan kelib chiqqan natija namozni turg'izishning farz ekanligi. U far'iy bir fiqh qoidadir. Chunki u xos bir far'iy masalada kelgan. Usul fiqh ilmi bilan hech qanday munosabati yo'q, balki u fiqh ilmining qatoridandir. Namoz farz degan bu fiqh ilmining qatoriga kirdi, fiqhning qatoriga kirdi. Mana mushuning o'xshash ilm usul fiqhdan yana tuvandikda qoidalar bo'ladi. Ba ya'ni birinchisi nahi cheklash degan yaqtadi tahrim, haromlikni taqozo qiladi. Ikkinchisi as-sunnatul fi'liyatu hujjatun 'alal ibad. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning fe'li sunnatlari, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qilgan ishlar, garchi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bunda qilinglar, qilmanglar deb demagan bo'lsa, o'zi qilgan shu ishlar bandalarga hujjatdir. Uchinchisi ijma sukuti la yuhtajju bihi. Uni hujjat qilinmaydi. Ijma sukuti degan masalan 20 olim bo'lib, bir olim bir masalani o'tirib, uning bir fatvo bergan bo'lsa, qolganlari hech qanday gap qilmay jimmida sukut turgan bo'lsa, buni ijma sukuti deymiz. Bu ijma sukuti hujjat qilinmaydi degandek. To'rtinchisi bir amalni ado qilishga, o'rinlashga buyurish, uni qazosini o'rinlashga buyruq emas. Adoga buyurish, qazoga buyurish emas degan gap. Masalan, Alloh taolo bizni namozlarni 5 vaqt namozni vaqti kirganda o'qishga buyruq qildi. Ramazon kirganda Ramazon ro'zasini tutishga buyruq qildi. Bu deganlik namozni qasddan vaqtidan chiqarib etib, namozning vaqti o'tib ketganda qazosini qiling yoki Ramazonni qasddan tutmay, Ramazon chiqib ketganda qazosini qiling degan gap emas demoqchi. Shuning uchun ba'zi olimlar qasdlik bilan namozni yoki ro'zni, mushundaq boshqa amal ibodatlarni vaqti belgilangan, masalan, ibodatlarni qasddan chiqarib etgan bo'lsa, o'chaqda uning qazosini qilmaydi deganlar bor ekan. Qazosini qilmaydi degan uning berilgan kengchilik emas, balki gadiniga qoladi, oxiratga qoladi agar tavba qilib, tavbasini Alloh qabul qilmagan bo'lsa, oxiratga qoladi, qilolmaydi bu dunyoda deb berilgan jazo u. Ilm usulul fiqh va ilm usulud din. Usulul fiqh ilmi va usulud din ilmi. Ulamolar ilm usulud din degan atalg'uni, iborani aqid ilmlariga kirgizib, shunda qo'llangan bo'ldi. Ya'ni keng kelgan olimlarningki atalg'usida shunda ishlatiladigan bo'ldi. Aqid ilmlar deganimiz ya'ni shularning atalg'usidagi iymonning 6 asosiy va shuning qo'shiladigan masalalar. U usulul fiqh ilmidan boshqa masalalar. Ular bu ikki turni ikki asos degan atalg'u bilan ifodalaydigan bo'ldi. Ammo Qur'on va sunnatda bo'lsa, Alloh taolo va Allohning payg'ambari sallallohu alayhi va sallam aqida va axloq masalalarini fiqhning qatoridan sanagan. Ilgirki olimlar bo'lsa, aqida masalalarini fiqhning qatorida al-fiqhul akbar, eng cho'ng fiqh deb shunday ataydi. Usulul fiqh bilan fiqh ilmining o'rtasidagi farq. Fiqh ilmi deganimiz bandalarning ish harakatlariga aloqador bo'lgan far'iy, ya'ni juz'iy shar'iy ahkomlarga aloqador munosabatlik ilm. Ya'ni bandalarning ibodatlarida, muomalatlarida, oilaviy aloqalarida, jinoyatlarida va musulmonlarning bir-biri bilan bo'lgan aloqalarida, musulmonlar bilan g'ayr musulmonlarning o'rtasidagi aloqa ishlarida va xotirjam jang bo'lmagan holatda va jang holatlarida va uningdan boshqa vaqtlardagi ishlarga aloqador bo'lgan juz'iy shar'iy ahkomlarga aloqador ilm. Val hukmu ala tilkal af'al, ashu bandalardan sodir bo'lgan ish harakatlarga ularni vojib, harom, mandub, makruh, mubah yoki ularni sahih, fasid yoki undan boshqa mushundoq hukm qilishga aloqador ilm. Ya'ni Qur'on sunnatda va uningdan boshqa e'tibor qilinadigan dalillarda kelgan tafsiliy dalillarga binoan mushundoq hukm qilgan ilm u fiqh bo'ladi. Fiqh ilmi u bizga bir kecha kunduzi 5 vaqt namozining farz ekanligini va farz bo'lishining shartlaridan uningga salohiyati bo'lishini, vaqtining kirishini,
bayon qilib berdi. Va yana bu namozni buzitadigan ishlardan namozda gap qilish ekanligini, tahoratning sunib ketishi va uning boshqa ishlar ekanligini bayon qilib berdi. Bizga yana cho'chqa go'shti yeyishning harom ekanligini, uning miyi va boshqa a'zolarining ham harom ekanligini bayon qilib berdi. Mana shuningdek Alloh taolaning bandalarning ish-harakatlariga aloqador bo'lgan har qanday xitobini bilish u fiqh ilmining qatoridan hisoblandi. Mayli u xitob, ya'ni Allohning bandalarga qilgan xitobi fe'lni talab qilish bo'lsin, ya'ni ish-harakatni qilishni talab qilish bo'lsin, yoki uni cheklash bo'lsin, yoki uni qilishni yoki cheklashni uning sahih yoki fasid ekanligini boshqa bir ishga bog'lab qo'ysin, chetib qo'ysin, ashuning hammasi fiqh ilmining qatoridan hisoblanadi. Fiqh ilmining qatoridan yana tafsiliy shar'iy dalilni bilishmi fiqh ilm bo'ladi. Masalan, va aqimus salat degan shu dalilni bilish ham shu fiqhning qatoridan hisoblanadi. Ya'ni kitobdan, ya'ni Qur'ondan, sunnatdan yoki uningdan boshqa e'tibor qilinadigan dalillardan tafsiliy dalillarni bilish va shu masalalardan har bir masalani bilish fiqh hisoblanadi. Faqih, ya'ni fiqhshunos kishi deganimiz u mujtahid kishidir, fatvo berishga qodir mujtahid kishidir. Ya'ni 9-bobda shartlarini zikr qilamiz. Shu shartlari bilan fatvo berishga qodir kishi. Muqallid kishi, ya'ni boshqalarga taqlid qiladigan kishi faqih hisoblanmaydi. Ammo usulul fiqh ilmiga kelsak, usulul fiqh bizga shar'iy ahkamlarning tabiatining nimaligini, ularning ijmoliy sifati bilan bayon qilib berdi. Har turdagi ahkamlarning xususiyatlarini va bu hukmlarningki har turli hukmlarning bir-biri bilan qanday bog'langanligini bayon qilib berdi. Usul fiqh ilmi yana bizga hukmni dalildan qanday elishni bayon qilib berdi. Masalan, Qur'on oyatlarining uch naslaridan yoki payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hadisidan yoki Qur'on va sunnatning mafhumidan, mafhum degandan keyin so'zlaymiz, yoki Qur'on sunnatga qiyos qilish va uningdan boshqa e'tibor qilingan dalillardan hukmni qanday elishni bizga bayon qilib berdi. Va yana shundaqla agar dalil payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning so'zi bo'lmasdan fe'l bo'lib qolgan vaqtida qanday qilish kerakligini bizga bayon qilib berdi. Va usulul fiqh ilmi yana bizga dalillardan hukm elishga qodir bo'la oladigan shaxsni bizga bayon qilib berdi. Uning salohiyatini, ya'ni dalillardan hukm chiqara oladigan bo'lish uchun uning salohiyatini bizga bayon qilib berdi. Va yana dalillar bir-biriga qarama-qarshi zid kelib qolgan vaqtda mujtahid qanday qilish kerakligini bizga bayon qilib berdi. Ya'ni agar o'tirsini jug'lash mumkin bo'lsa jug'lamdi yoki uni xosni amga ilgir qilamdi, ya'ni amni ammay xosni alamdi u hukm chiqargan vaqtida. Yoki uning ba'sini nasix, ya'ni bir hukmni amaldan qoldiruvchi qilib e'tibor qilish qachon durust bo'ladi va shuningga o'xshagan tadqiqotlarni bizga bayon qilib berdi. Usulul fiqh ilmining bu ism bilan atilishining sababi uning qoidalari usuldir, ya'ni asosdir. Bu asoslarga fiqh ilmi shuning ustiga quriladi, shuningga tayanadi. Shu sababli fiqh ilmi ilmul furu', ya'ni juz'iy ilm yoki far'iy ilm deb ataladi. Chunki u fiqh degan usulul fiqh ilmidan kelib chiqqan. Usulul fiqh ilmi yana ijtihad ilmi, ilmul ijtihad deb ataladi. Chunki usulul fiqh ilmi ijtihad ishigini ochadi. Mujtahidlarga yo'lni qulaylashtirdi. Mujtahidlarning far'iy ahkamlarini va shar'iy fatvolarni yangi paydo bo'layotgan masalalarda hidoyat va basirat ilm ustida chiqarish uchun, hukmlarni shunday elish uchun va agar ularning izlanishlarida, nazarlarida, ya'ni dalillar bir-biriga zid kelib qolgan vaqtida dalillarni bir-biridan qanday kuchlantirishni bayon qilib berdi. Bugungi dars mushada oxirlashdi. Inshaalloh davomini kelarki darsda o'qiymiz. Subhanak Allohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk.